Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan probatsiya hisobida turib, jazo muddatini o'tab kelayotgan shaxslar bilan ishlashda qator amaliyotlar qo'llanilmoqda. Mavzuni Piskent tumani misolida davom ettiramiz. Xabaringiz bor, so'nggi yillarda probatsiya nazoratida turgan fuqarolar uchun ko'plab yengilliklar berilmoqda. Xususan, Piskent tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro Toshkent viloyati prokuraturasi o'tkazgan qabulda ishtirok etib, o'z muammolari bilan murojaat qilgan edi. Hozirga qadar ushbu murojaat ko'rib chiqilib, ijobiy tomonga hal bo'lgan va fuqaroning bandligini ta'minlash maqsadida subsidiya ajratilib, ish faoliyatiga zarur asbob-uskunalar yetkazib berilgan. 2025-yil 20 fevral kuni ozod etildim. Probatsiyaga keldim. Uyga xonadonimga kirib keldim. 2025-yil 10-may kuni suhbatlar o'tkazildi. Probatsiyalar bo'yicha hammani yig'ishtirib, nima qilishlarini hammasini suhbatimiz hammasini eshitib, biz ham chiqib turdik, subsidiya ajratishlarni iltimos qildik. Anjomlarni olib berishdi. Men bu yerda dehqonchilik teplitsa bilan shug'ullanaman. Shu o'zimizdan ortganini xalqqa olib chiqib sotib daromad olamiz. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, probatsiya xizmati sud hukmi yoki ajrimi bilan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarga hukm qilingan shaxslar tomonidan jazo ijro etilishini ta'minlaydi. Ya'ni axloq tuzatish, majburiy jamoat ishlari, ozodlikni cheklash, muayyan huquqdan mahrum qilish jazolari tayinlangan shaxslarning hukmni bajarishini nazorat qiladi. Toshkent viloyat prokuraturasi hamda Piskent tuman prokuraturasi tomonidan tumandagi probatsiya nazoratida turgan shaxslar bilan ishlash, ularning ijtimoiy muhofazasini ta'minlash, ular bilan ish bilan ta'minlash tizimini samaradorligini oshirish maqsadida har bir probatsiya nazoratida turgan shaxslar bilan ishlab, ularga shu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmonlari bilan subsidiya mablag'lari ajratish, ularni ish bilan ta'minlash, ularni tuzalish yo'liga o'tish uchun subsidiya mablag'larini ajratilib, ularni ish bilan ta'minlab kelinmoqda. Tumanning Navoiy, Saidobod mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi probatsiya nazoratida turgan shaxslar bilan ishlanib, shu viloyat prokuraturasi tomonidan berilgan topshiriqlarga asosan ularga subsidiya mablag'lari ajratildi hamda ularning jamiyatda kelgusida qayta jinoyat sodir qilmasligi uchun ularning bandligi ta'minlandi. Toshkent viloyati prokuraturasi xodimlari qilmishidan pushaymon bo'lib, tuzalish yo'liga o'tgan yana bir fuqaroning xonadonida bo'lishdi. Bu fuqaroga ham subsidiya ajratilgan. Hozirda u chorvachilik va bog'dorchilik bilan shug'ullanmoqda. Hozirgi kunda probatsiyaga chiqdim protsentga. Probatsiya xodimlari may oyida viloyat prokuraturasidan sayyor qabul bo'ldi. O'sha yerga sayyor qabulda qatnashdim. Sayyor qabulda subsidiya chiqarib berishini so'radim chorvachilikka. Hozir subsidiya chiqdi. Chorvachilikka oldik. Chorvachilik bilan shug'ullanyapman. Bundan tashqari uyda uzum bog'dorchilik bor. Agorot mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanyapman hozirgi kunda. Bu yog'iga to'g'ri yo'lda yuramiz. Ushbu islohotlar probatsiya nazoratida turgan shaxslarning ijtimoiy moslashuviga, bandligi ta'minlanishiga, huquqiy va psixologik yordam ko'rsatilishiga ko'maklashadi.